Bugun sizlar bilan juda ham mazali, og'izda eriydigan, bittada o'xshab chiqadigan tvorожный pirog pishiramiz. Xamiriga kerak bo'ladi 1 kilo un, 400 gram margarin. Margarinimiz muzli bo'lishi kerak. Syorkadan o'tkazib krushka qilib olamiz. 200 gram shakar, 1 qoshiq razlixitel solib, mana shunaqa krushka qilib olamiz. Xamirimiz tayyor. Nachinkasiga 3 ta dona tuxum, 200 gram shakar, ozgina vanilin, ozgina razlixitel solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Shakarimizni eritib, keyin 1 kilo tvorogimizni solib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Однородный massa bo'lishi kerak. Masallig'imiz tayyor. Endi listimizni olib, boyagi xamirimizni teng yarmini solib, mana shunaqa tekis qilib yoyib olamiz. Keyin ustidan boyagi tvorogli massani solib, uni ham yaxshilab tekislab chiqamiz. Keyin ustidan yarim qolgan xamirimizni solib, tekislab, duxovkaga 180 gradusga usti qizarguncha qo'yamiz. Usti chiroyli bo'lib qizarib chiqqan pirogimizni sovigandan keyin ustini saxarniy pudra bilan bezatsa ham bo'ladi. Chiroyli chiqadi. Menda qolmaganligi uchun safar sepmadim. O'zi shundoq ham og'izda eriydigan yumshoq, mazali bo'lib pishib chiqdi. Shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ringlar. Buni pishirishni bilmaydigan odam ham bittada o'xshatib pishira oladi.